Assalomu alaykum. Siz sevgan o'sha ko'rsatuv pozitiv daqiqalar yana siz azizlarning xonadoringizda. Bugun biz yana kombinat bozoriga keldik, chunki bizni taklif qilishdi, kelishimizni xohlashdi. Ajoyib suhbatlarimizni olib boramiz. Bo'lmasam, ketdik. Boshladik. Tog'ajonim, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz qanaqa bugun? Kayfiyat bahoriy. 8-mart yaqin mana bahor keldi. Ayolingizga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Ayolimga bir dasta gulda. Qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Har kun aytaman. Hozir ham qo'ng'iroq qilamizmi, nima deysiz? Qilamiz. Onasi. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Jonimdan yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'lgan orqamda qo'ying onasi. Bolalarimiz baxtiga sog' bo'laylik sizlardan mana. Meni baxtimga sog' bo'ling. Katta hojilarga, umralarga billa qo'l ushashib, yana savob qilib, bolalarimizni uyinto'z o'tirishlikni ikkalamizga ham nasib qilsa azizlar. Inshaalloh. 8-mart yaqin. Onangizga nima sovg'a qilmoqchisiz? Gul. O'zi oxirgi marta nima sovg'a qildingiz? Gul. Qachon? Tug'ilgan kunlarda. Ismingiz nima? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Necha yoshsiz? 12. Maktabda siz urgan qizning ismi nima edi? Ma'lum urmagan to'g'risi. Hurmat qilaman, indashmaydi. Siz emas, sizni urgan qiz. Unaqa qizlar ham yo'q. Qanaqa qizlar yoqadi mana sizga? Yaxshi qizlar yo'q. Farzandlardan bor. Bor. Kelinlar ham bormi? 3 ta kelin, 4 o'g'il. Qaysi keliningiz yomon aytganingiz nima? Cho'si ham tilla. Bolaligingizda qolgan eng shirin so'z qaysi edi? Onamni allasi. Oxirgi marta yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? O'sha aytmaganman. Aytmagansiz. Hozir qo'ng'iroq qilamiz bo'lmasam. Salom alaykum. Alaykum assalom. Ona men sizni yaxshi ko'raman. Mana Baxtimga doim sog' bo'ling. rahmat. Mana men yaxshi ko'raman. Mana. Birinchi marta aytishingiz mana qara, ichingizdan qanaqa hissiyotlar o'tdi? Tasvirlab bermayman. Maktabda qaysi fanlarni yaxshi o'qiysiz? Ko'pincha matematika 5 + 5 ko'paytiruv 2. 15. Mana bittada haqiqatda yaxshi o'qirganlar. Oxirgi marta onangizlarga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Oxir marta bugun aytdim. 8-martga nima sovg'a qilmoqchisiz oyijonga? Unisini bilmayman. Endi xudo xolasa. Ayollarni qanday ovqatga o'xshatasiz? Shingirishga o'xshaydi, shirin bo'ladi. Shirin guruchga o'xshaydimi? Sutli, shiringina. Asal emas yoqadi, ari emas chaqadi. Topolmadim. So'z, gap, og'zimizdan chiqayotgan gap edi. Qizlarchi, qizlar ham maktabda shunaqa qilib chaqib olishadi. Ha. Qizlar ilon degan gapga qo'shilasizmi? Ha. Qo'shilasizmi? Kayfiyatlaring qanaqa? Alo. Kimga bu endi savdo? Uyga. Uyga, ro'zg'orga, ro'zg'or, g'or deyshadi. Bu qanchalik to'g'ri? 100%. Sizlar opa-singilmisizlar yoki dugona? Qo'shni. Qo'shni. O'zi necha yoshdasizlar? 18 yosh. Ligim qalam qoshligim. 8-mart uchun eng zo'r sovg'a nima? Mehr. Siz uchun. Tinchlik, xotirjamlik boshqa hech nima kerak emas. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Kayfiyatim a'lo darajada. Nima ko'tarib kayfiyatingiz? Kayfiyatimni suvda ko'tarib turadi, nima ko'tarardi? Ayolingiz bor, uylangansiz. Ha, uylanganman, bitta bolam bor. Ayolingizga yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? Kunda aytaman. O'zi ayolingizga 8-martga nima sovg'a qilmoqchisiz? 9-mart tug'ilgan ekan. Alohida bo'ladimi sovg'a yoki? Da. Voy, bitta bo'lar ekan. Aka singillar bor. Opa. Urushib turasizmi? Ha. Kim birinchi urush boshlaydi? Men Nima qilasiz? Asablarni buzasizmi? jahlim chiqsa kiyimlar o'taveraman. Mana hozir shu qilgan ishlaringiz uchun kameramizga qarab, opajoningizdan uzr so'rab qo'yasiz, maylimi? Ha, uzr. Barcha qilgan ishlarim uchun ayblanib tan olaman. 8-martga nima sovg'a endi opaga? Xudo xolasa mana shuni. Xo'jayingizga yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? Aytib turamiz. Ularchi qachon sizga gul yoki pul berib yaxshi ko'rishini aytdi? Pul o'zimizda-yu. Eringizdan pul olmaysizmi shunda? Pul kassir o'ziz bo'lgandan keyin pulni sizga beratdim. Hozir xo'jayingizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Voy. Qanday kayfiyatda bilmayman mali. Alo. Men sizni yaxshi ko'raman, bilasizmi? Siz ham meni yaxshi ko'rasiz. Ha, boringizga shukur dadasi. Kayfiyatlari qanaqa ekan? To'g'ri. O'rtacha. Oxirgi marta siz ayolingizga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Har kun aytaman. Har kuni aytasiz. 8-mart yaqin mana. Nima sovg'a qilmoqchisiz? Qizim bilan ayolimga xudo xolasa muzik bilan baliq qadar ekan. Plan berib turadi. Endi ayollarga pul bermaysiz, yaxshi ko'rmaydi. Hozir telefon qilishda iloji bor. Bor. Telefon qilamiz. Bo'ldi. Nechi edi? Nomeri esimdan chiqib qoldi. Alo. Alaykum assalom, tuzimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qizim qani? Qizim? Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Ha, onasi? Men seni yaxshi ko'raman. Mana sizni yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'lgin, salomat bo'lgin, umringiz uzoq bo'lsin. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Qolgan kech payda aytaman. Kim bor bizda? Bo'pti. Ayolingizni 5 ta yaxshi xislatini aytib bering. Ovqatni zo'r qiladi. Oshni har doim zo'r qiladi. Ahli turadi. Nonushtamizda tayyor bo'ladi turishimizga. Ota-onasini yaxshi ko'radi, meni ham yaxshi ko'radi, bolalarni yaxshi ko'radi. Hozir oshni yaxshi qiladi dedingiz. Qo'llari pazanda ekan. Ayollarni qaysi taomga o'xshatasiz? Shirinlik. Shirinlik. Qaysi shirinlik? Pahlava qiladi. Paxlava qilardilar. Bu yoqqa keling-chi. Qalaysiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Fantaziz. Hop, menga qo'shiq aytib bering. Qaysini? Kim eshitasiz o'zi? Televizorda chiqqanini eshitaman. Ko'k jigulini aytasizmi? Ha? Ayting. Ko'k jiguli, ko'k jiguli, eslatadi sevgimizni, shu guli, qo'shni guli,
Qizg'onadi seni mendan guli. 10 yoshingizga qaytib qolganingizda o'zingizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Qizlar bilan gaplashmaslik. Shu kungacha nechta qiz bilan gaplashgansiz taxminan? Bitta. Hozir nima dedingiz? Yerga tegib ketgan, keyin boshqasini olganman. Bittasini sevgansiz. Buni sevmaganman. Nima qilgansiz? Gaplashganman ko'ngilcha. Vaqt o'tkazgan hali. 10 yoshlikda aytyaptilar. Hozir bu qo'shiqni kimga atab aytdingiz? Qaysi qizga? Nima o'ylanib qoldingiz? Tanlanmayapsizmi? Qaysi birini ismini aytay deb? Ha? Bo'pti, qiynamayman. Mayli. Juda ham chiroyli qilib aytib berdingiz. 8-mart yaqin. Onajonga nima sovg'a qilmoqchisiz? Buketda gul. O'zi oxirgi marta nima sovg'a qildingiz? Oxirgi marta pul. Yaxshi ko'rishingiz uchun qachon aytdingiz? Kecha aytganman. Bolalikni ham sog'inib turasiz. Ha, eslab turamiz orada. Qanday qiliqlaringiz bor edi? To'p tepishdan boshlasa yaramasdi. Faqat to'p tepib yurardingiz. 20 yil oldin tug'ilganingizda necha yosh bo'lgan bo'lardingiz? 5 yosh. 20 yil oldin tug'ilganingizda 20 yosh bo'ladi. Ismingiz nima? Sabriya begim. Necha yoshsiz? 9 yosh. Maktabda o'qiysiz? Necha bahoga o'qiysiz? 5 bahoga. Birinchi yodlagan she'ringiz qaysi edi? Salom maktab. Arofat Bonu Mullajonova. Bugun bilimlar kunidan turibman quchog'ingda. Hayajonlanmang. Salom maktab, oltin kuz tillaringda rahbarga senga talpina hanuz minglab o'quvchi qalbi oldinda yangi manlar yo'qdir hech qani kabgot yana meni kerak kitob bilan bo'ldim do'st. Salom maktab, seni chuqur Tikroq. Ha, nafas olib. Maktabda necha bahoga o'qiysiz o'zi? 5. Qaysi fanlarni yaxshi ko'rasiz? Tabiiy fan. Sinfingizdagi eng chiroyli qizni ismi nima? Diyora. Diyora, yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Qizlarni qanaqa ovqatga o'xshatasiz? Makronga. 8-mart yaqin. Nima kutyapsiz mana 3 ta o'g'lingizdan? Endi xohlaganlari menga sog' bo'lib yursa bo'ldi, padarkalari kerak emas. Erkaklarni qanday ovqatga o'xshatasiz? Oshga o'xshatadi. Oyizlarni ko'proq yaxshi ko'rasizmi, dadangizlarni? To'g'risini ayting, mana hozir oyiz betda turibdilar-ku. So'kmaydilar, ha? Onalari so'kmaydilar. Yo'q, ikkalarini ham bir xil Yo'q, ko'proq qaysi birlari? Baribir ayam tanlasam, dadam xafa bo'lib bo'ladilar. Agar dadam tanlasam, ayam xafa bo'lib bo'ladilar. Xafa bo'lmaydilar. Xafa bo'lishimi? Yo'q, bo'lishmas ekan. Bo'pti, dadam quddiya qolay. Ana, nimaga oyizlar so'kadilar? Ayam ham yaxshilar, endi bittasini tanlaylik deyaptilar. Nima uchun dadangiz tanladingiz, xo'p? Dadammi? Dadam doim akarimga kiradilar, har kuni menga zo'r narsalar keladilar. Ana, ustozingizni ushlab oldik. Ustozingizmi bular? Yo'q, maktabimizdagi xolalar. Bir ajoyib ishxona, ichi doim qishxona. Topolmaydingizmi? Ustozingizdan so'raysiz, ana xoladan so'raysiz. Qani o'zlari necha bahoga o'qiganligini bilib olamizmi? Bir ajoyib ishxona, ichi doim pishxona. Qishxona. Qishxona. Shuncha o'qitganimizni qani? Javobi qani? Qani? To'g'rimi? Shuning uchun sizni yoningizga keldilar. Sizga maktabga borib ertaga 0 baho qo'yib o'tirmaylik. Noliga aytib qo'yaver, muzlatkich. Bilib qoldilar mana. Siz dadangizlarga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Har kuni aytib. Hozir ham aytamizmi? Telefon qilib dadangizga. Alo, assalomu alaykum dadu. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'lib yuring, ilohim. Uzoq umrlar ko'ring. Salomat bo'ling. Qatnasizlar? Bizmi hozir menda intervyu olishyapti. Aytmasin. Yo'q, hech narsa. Xolajon, kayfiyatingiz qanaqa mana bu yer? Judayam yaxshi, Xudoga ko'tarib shukr, turibdi judayam kayfiyatingiz? a'lo. Birinchidan mana Ramazon oyi hammaga kuch-quvvat bersin. Mana ko'ryapsiz, bozorlarimizda hamma joyda Ramazon shukuhi. Oddiy mana maktabda o'quvchilarimiz hammaga xurmolar, zamzam suvlar tarqatishyapti. Bu yil umuman boshqacha. Ha. 8-mart yaqin. 8-martga onajoningizga bilan sovg'a tayyorlab qo'ydingiz. Xudo xohlasa telefon, yangi telefon. Ayoringizga nima bo'ldi? Bizga gul endi har doimgidek. Gulga gul berib bo'lmaydi, endi mayli bitta biz beraveramiz. Oxirgi marta dadangizdan qachon pul oldingiz? Har kuni olaman. Har kuni olasiz, beradilar. 8-mart yaqin. Dadajondan nima kutyapsiz? Bilmadim. Kameramizga qarab dadam menga shunaqa olib bering deb qo'ying. Dadani mehri yetadi. 8-mart yaqin xolajon, mana turmush o'rtog'ingizdan nima kutyapsiz? Men birinchi o'rinda turmush o'rtog'imdan, bolalarimdan doim sog'lik, salomatlik kutyapman. Chunki sog'ligingiz bo'lsa, hamma narsa yarashadi elimizga ham. Agar odamzodda sog'lik bo'lmasa, hech nima ta'sir qilmaydi, tatimaydi. Bir ajoyib ishxona, ichi doim qishxona. Nima? Muzlatkich. Eshitib qoldingizmi? Yo'q. Erkaklarni, o'g'il bolalarni qanaqa ovqatga o'xshatasiz? Menimcha pul deb o'ylayman. Erkaklar pulga o'xshaydi. Nimaga? Dadangiz ko'zingizga pul bo'lib ko'rinadimi? Endi erkaklar ko'p pul ishlatishadi shunchaki. Ha, ular ishlatgan, ayollar ham ko'p ishlatadi. Yo'lingizga o'zi oxirgi marta gul berdingizmi yoki pul? Ikkosi ham. Yaxshi ko'rishingiz uchun qachon aytdingiz? Buni eslolmayman, to'g'risi. Hozir telefon qilamiz, ayolingizga yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Telefon ishlatmaydilar-da. Onajoningizchi. Assalomu alaykum. Alaykum. Ha, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamasizlar. Sizni yaxshi ko'ramiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, telefon qilib bir aytib berdim, yana bir qator.
Erkaklarni qanday taomga o'xshatasiz? Oho, erkaklarnimi? Shirin taom. Shu sirli qiz ekansiz. Buning xarakterida kimdan o'tgan? Onangizlardanmi yo dadangizlardanmi? Asabiylashib ketish, dadamni o'tgan. Bunaqa yaxshi xarakterlar ayamni o'tgan. Siz bilan zo'r suhbat bo'lyapti. Olib ketaylikmi ishxonamizga? Necha marta aytishdi, kiyim olgan bordi ham sizni modelga olsak bo'lar ekan deb. Ha, nimaga rozi bo'lmadingiz? Nega rozi bo'lishim kerak? Chunki ayam, dadam bor, boyligim shularda. Ayollarni qanaqa ovqatga o'xshatasiz? Eng shirin ovqatga. Qanday ovqat? Masalan, osh endi o'g'il bolalarning eng shirin ovqati. O'zi pillaga o'xshar, ichi tillaga o'xshar. Bilmadim. Bir ajoyib ishxona, ichi doim qishxona. Buni ham bilmadim. Ana orbasmi? O'ynash bo'lib qolganingizda o'zingizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? O'ynashib qo'ygan. O'qidirdim faqat. Nima ko'tarib turibdi kayfiyatingizni? Bizni savdo, mana shu hayot, ro'za mana xudo xolasa. Mana shu savdo paytida asabingizni buzadigan holatlar bo'lib turadimi? Bo'lmaydi, biz asabni uyga tashlab kelamiz. Asabni, g'ashtni uyga tashlab sondiqqa solib kelamiz, yo'qotmaslikka. Kayfiyatingiz qanaqa? Kayfiyatim zo'r. Nima ko'tarib turibdi kayfiyatingiz? Kayfiyatim bugungi savdo. 8-martda kimdan nima sovg'a kutyapsiz? O'g'limdan katta sovg'a kutyapti. Qanaqa sovg'a? Yana Makkatilloga borishdi. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tog'ajon, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshi ekansiz. Birinchi siz yoningizga kelmaymanmi? Nima qilish kerak opa? Gaplashamiz. 8-marta yaqin tog'ajon mana. Ayolingizga nima sovg'a qilmoqchisiz? Ayolimga komplekt sovg'a qilaman men har yili. Unaqa komplektlardan bitta komplekt olib padarka qilib yuboraman. Uyimda ishlaydi-da, bilay keyin. Qizimga berib yuboradi yo'q, o'zimiz uchun. Yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? U har kuni aytaman. Hozir qo'ng'iroq qilishning iloji bormi? Yo'q. Qachon eng qimmat sovg'a olib berdingiz ayolingizga? Har yili olib beraman. Har yili. Oxirgi marta gul berdingizmi yoki pul? Gul bermani o'tgan yili Umraga borib keldim. Hozir telefon qilish iloji bor. Bor. Alo, onajonisi yaxshimisiz? Ishlar qalay bo'lyapti? Menimi sizimi? Yo'q, sizni, bayramlaringiz bilan. Rahmat, qaysi bayramim? 8-marta kelyapti turgan bayramlaringiz. Rahmat. Kunda aytaman, yaxshi ko'raman deb sizni. Bu har soatda. Sizga oxirgi marta o'g'lingiz nima sovg'a qildi? O'zi bir marta Umraga borib keldim. Uni sovg'a qiluvdi. Yana borasiz deyatdi, unamayotdim, lekin kutyapti. Hayotingizdagi eng baxtli kun qaysi kun bo'lgan? O'g'lim tug'ilgan kun. Yana ikkinchisi kelin olgan kunim. Keliningizga yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? Tuqqanda aytdim. Meni yomon ko'rasizmi dedi, yo'q, yaxshi ko'raman dedi. Ayollardan qo'rqishning eng chiroyli ta'rifi. Eng chiroyli. Bolalar ko'payib ketgan sari qo'rqaveradi sekin erkak kishi. Yo'q. Bizda ikkita holat. Qo'rqmaysiz? Yo'q. Hurmat qilasiz. Ha, конечно, hurmatga o'ta hurmat qilib yuboraman. Ayollarni qanday ovqatga o'xshatasiz? Shirinlikka o'xshatib qo'yamiz yoshligida. Katta bo'lganda shashlikka o'xshatib qo'yamiz, shunaqa. Kuskovoy. Bolalikda sho'x bo'lganmisiz yoki? Juda ham nomradim bo'lganman sho'xlikda. Sho'xlikda. Biz pul topardik ham. Maktabga bormasdan oldin ham. Hisobingiz olavering. Qanday sho'xliklar qilgansiz mana esingizda qolganlari? Tupat yo'g'ib qolardik, bir kun, ikki kun yo'g'ib qolardik. Toshkentdan o'tib ketib, Tojikistonga o'tib ketib qolardik poyezdda. Biz stansiyali odam bo'lganmiz-da. Kuniga necha marta yolg'on gapirib turasiz? Yolg'onni bilmaymiz, nima o'zi u? Oxirgi marta kayfiyatingizni kim ko'tardi? Hamma ko'taradi. Hasanboy ko'tardi. Ularni eng yaxshi ko'rgan xarakteri qaysi? Pul so'ramay ketib yuborish jihatlarini yaxshi ko'raman. Sizlar bir-birlaringizga kimsizlar? Ona bola. Siz buncha yoshga o'xshaysiz. Ha, 16 yoshda tuqqanimdan keyin yosh bo'ladi-da. Shunaqa yosh ko'rinishda sababi nima? Kayfiyatini yaxshi olib yurish kerak, yaxshi yeyish kerak, xohlagan joyiga borish kerak. Hali o'rtoqlari bilan hojoshlarda, ilmlarda ko'p yurish kerak. Ayollar qaysi oyda kam gapiradi? Ayollar yangi turmushga chiqqanda oz gapiradi. Oyini bilmadim. Endi farzand ko'rganda ko'p gapiradi. Uni olib keling, buni olib keling deb. Onajoningizgachi mana qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Har kuni? Hozircha qo'ng'iroq qilamizmi hech bo'lmasa onajonga? Mayli qilaveramiz, farqi yo'q. Onaginam deb saqlanib qilib qo'yibsiz mana. O'rganinglar. Qoch ekan bolalarim. Yomon niyatda kelmaganda, shunchaki onanglarga yaxshi ko'rishinglarni aytinglar deb kelgandim. Alo, Farhod. Farhod uydaman. Assalomu alaykum. Ovozingiz chota-chata kelib qoldi. Men sizni yaxshi ko'raman, bilasiz? Bo'ldi, o'shani so'rashatdi. Hozir televideniyadami bir narsa bor, qizlar kelishib, anaqa qilishadi, telefon qilib bering deyishib. Surpriz qilmoqchi edik. Nima qilib qo'ydingiz endi? Nimaga bizni aytdingiz? Nima bo'ldi? Nimaga? Nima bo'ldi? Boshqa odamga surpriz qilib yuboramiz, bo'lsa bolalarimga ham surpriz qilib yuboramiz. Ularga ham qo'ng'iroq qilasizmi? Yaxshi ko'rishingizni aytasizmi? Yo'q, men farzandlarimga telefon qilaymi yo ayolimga telefon qilaymi? Undan oldin ayolimga qilmayman dedingiz. Yo'q. Alo. Ha, men sizni yaxshi ko'raman, bilasiz? Men ham sizni yaxshi ko'raman, bilasiz? Ha, shuni aytib berdim. Joningizga shukur. Kechqurunga chuchvaraq qo'yaveraymi? Mayli. Ana tushungani ham pishiryapman.
Xo'p, bo'pti, xo'p. Ayollarni qanaqa ovqatga o'xshatasiz? Ularni ovqatga o'xshatib bo'lmaydi. Ovqatga o'xshatib ko'ring. Ovqatga umuman o'xshat. Nimaga o'xshashadi? Umuman ta'rifi yo'q, tili ojiz. Ayollar qaysi oyda kam gapiradi? Hech qaysi oyda kam gapirmaydi, har doim ko'p gapirishadi. Hayotingizdagi yegan eng qimmat ovqatingiz? Hamma ovqat qimmat men uchun. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ro'za Ramazon oylaringiz bilan, kelayotgan 8-mart bayramlari bilan turmush o'rtog'ingizdan nima kutyapsiz? Mehr. Qanday sovg'a? Ertaga Makkaga chiqib ketyapmiz. Ertaga. Eng katta sovg'a shu menga. Mana o'sha yerga bordingiz. Qanday hissiyotlar, qanday xotiralar bilan qaytgansiz? Til ojizida. Nima deyalmaysiz? Farzandlardan nechta onajon? 4ta. 4ta o'g'il qiz. 3ta qiz, bitta o'g'il. Ha, 3ta qizni onasiz, jannatli onaman. Xudo xolasa inshaalloh. Ayolingizni hozir hayron qoldimda sizga. Chuchvara qilib qo'ydim kechqurunga, qilyapman, shunga qilyapman dedilar. Mana qanday inson bilan turmush qurish kerak? Yoshlarga maslahatingiz? Yoshlarga maslahatim endi yoshlikdan halol pok ishlash kerak, chiroyli yurish kerak. O'shanda Xudo o'zi ro'para qilaveradi yaxshisini. Siz yoqtirib olganmisiz yoki onangizlar topganmi? Yoqtirib olganman. Men kichkinaligidan o'zim katta qilib olganman. 10 yosh kichkina xotinimman. Ajoyib. Jo'jani bolasi nima deylar? Jo'jani bolasi tuxum. O'zi tuxumning ichidan jo'ja chiqadi-ku. Kim bolasi? Jo'jani bolasi yo'q, jo'ja bo'ladi o'zi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Siz nimaga gapiryapsiz endi? Assalomu alaykum. 40 yil oldin tug'ilganingizda necha yosh bo'lgan bo'lardingiz? 39 yosh. 40 yil oldin tug'ilganingizda 40 yosh bo'lgan. O'tmishga sayohatmi yoki kelajakka? Kelajakka. O'tmishni ham ko'rib turamiz, qarab turamiz, nazar solib turamiz. Mana yoshliklarda kimlari ko'proq, qaysi birlari sizni aytganingizni qilmasdan jahlingiz chiqarardi? Bitta qizimcha erka toiram bo'lgan. Ottasimi? Uchinchisi yosh. O'g'lingiz? O'g'lim ona bola bas do'st bo'lib yashadik. Shu yoshimizgacha do'st bo'lib, bir-birimiz bilan doim hozirgacha. Onalarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz o'g'li bilan yoki qizi bilan muloqot qilayotganda nimalarga ko'proq e'tibor berishlari kerak? Do'st bo'lish kerak. Bir-biriga hech qachon ena bolani o'rtasida bir-birida sir bo'lmasligi kerak. Sirini aytsa, siz sirini yechasiz-da siz. O'zingizni siringizni ham aytishingiz kerak. Shunga bola o'rganadi. Bolangiz ham sizga aytadi sirini. To'g'ri yechim berishingiz kerak-da bolaga. To'g'ri yo'l ko'rsatishingiz kerak. Ha, mehr beraverishingiz kerak. Kayfiyatingiz qanaqa? Kayfiyatim o'ta a'lo. Nima ko'tarib turibdi kayfiyatingizni? Hozirgi kunda bayram shukuh ko'tarib turibdi. 8-mart yaqin onajoningizga va ayolingizga qanday sovg'a tayyorlab qo'ydingiz? O'zi yaqinda tug'ilgan kunlariga podarka berdim. Nima berdingiz? Nima berardim? Idish-tovoq berdim-da. Shetda. Ha, o'zimdan. Ayolingizga o'zi oxirgi marta gul berdingizmi yoki pul? Gulam, pulam. Yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? Yaxshi ko'rishim kunda aytaman. Hozir telefon qilamiz. Telefon qilib ayolingizga yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Rostini aytaymi? Uylanganim yo'q hali. Ota-onamga yaqinda o'zi sovg'a berdim, uylanganim yo'q hali. Bolaligingizda yodingizda qolgan eng shirin so'z qaysi edi? Ota-onangiz bolamni gap. Eslab turasizmi ularni sog'inasiz? Bo'lmasamchi. Ko'proq eslaysiz. Otangizni qaysi so'zlarini eslaysiz? Otangizni bo'lmasam 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. Dadammi? Ishda deyalmayman. Mana endi kayfiyatingizni ko'taramiz, bo'lmasam sizga topishmoq aytaman. Qani bir ko'raylikchi, maktabda necha bahoga o'qigan ekansiz bilib olamiz. Ikkita chaqaloq yo'rgakda turibdi. Uni yo'rgakni ochmasdan biri o'g'il bola, biri qiz bola ekanligini qayerdan bilsa bo'ladi? Ko'zidan. Yo'q. Ko'zlari kulib turadi. Qiz bola. Qandaydir sizga qaraganda ham boshqa mehr bilan qaraydi. O'g'il bola qandaydir samimiy qaraydi, qarashidan bilasiz. Qizning ko'zlari chiroyli bo'ladi, baribir. O'shaning uchun qizlarni ko'zini oxuga o'xshatishadi. Voy. Ziyaringizdagi turmush o'rtoq qanday? Diyalim deymi? Yaxshi, soliha qiz bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan, shuni o'zi yetadi. Oxirgi marta eng qimmat olgan va bergan sovg'angiz? Oxirgi marta onamga uzuk bilan o'sha idish berdim. Asal emas yoqadi, ari emas chaqadi. So'z bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri. Maktabda yaxshi bahoga o'qigan ekan. Bir ajoyib ishxona, ichi doim qishxona. Hayronman, Valadeni bo'lmasa kerak. O'sha. To'ppa-to'g'ri. Bo'lmasa kerak deb topib oldingiz. Joningizga telefon qilish iloji bormi hozir? Hozir iloji yo'q. Sababi to'ydalar. Bo'lmasam kamera orqali aytib qo'yishingiz mumkin onajoningizga. Onajonim, hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Yaqinda tug'ilgan kuningiz yana ham ko'proq bo'lsin. Iloyim bundan-da ko'p umrlarni ko'rib yuravering. Baxtimizga sog' salomat bo'lib yursangiz bo'ldi. Bolaligingizda katta bo'lsang kim bo'lasan degan savolga nima deb javob bergansiz? Bolaligimda lotchi bo'laman derdim. Hozir endi u armon bo'lib qoldi. Hozir biz savdogarmiz endi. Shu savdoni eng zo'r tomonlari nimada? Savdo zo'r bo'lib tursa, kayfiyat ham bo'laveradi. Bilam tez-tez keladi. Bilam tez, ana, xuddi o'shunaqa. Dillarni yayratuvchi ham, tillarni sayratuvchi ham. Pul, to'ppa-to'g'ri. Pul bo'ladi. Birinchi muhabbatingiz yodingizdami? Birinchi muhabbatim yodimda. Ismlari nima edi? Yo, ismini aytmayman. Boshqa harfi. Sirbash. Nima degan bo'lardingiz kamera
orqali ko'rib turgan bo'lsalar. Buni men ko'p ko'raman bozorda. Bozorda ko'p ko'raman. Ichingizdagi tirishqonni. Hamisha baxtli bo'lsa, lekin kunda o'taysa salomlashib o'tadi, uni bilaman men. Shunday qilib bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashmaymiz, shunchaki keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Yana bir haftadan so'ng siz azizlar bilan ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.